Ularning tashqi ko'rinishi shu qadar chiroyli va kelishgan bo'lganki, hattoki tarixiy bitiklar va kitoblarda ham ularning chiroyi haqida yozib o'tilgan. Eng chiroyli va kelishgan tarixiy shaxslar. Birinchisi, Choson qiroli Yonsangun. U aslida Chosonning eng zolim hukmdori sifatida mashhur. Yonsangun shu qadar zolim hukmdor bo'lganki, juda ko'p kanizaklarni o'z qo'li bilan o'ldirgan. Lekin tarixiy kitoblarga qaraganda, shunga qaramasdan barcha ayollar uni kanizagi bo'lishni xohlashgan. Ikkinchisi, Chogwangjo. Chosonning mashhur islohotchisi va olimi. Tarixiy bitiklarga ko'ra, u shu qadar kelishgan bo'lganki, kechasi kitob o'qib o'tirganda ayollar devordan oshib uni uyiga kirishga harakat qilishgan. Uchinchisi, Ryu Songnyeong. Choson davridagi eng mashhur davlat arboblaridan biri va Injin Veran, ya'ni Injin urushi paytida davlatni boshqargan bosh vazir. Choson qiroli Sonjo uni ko'rib, oltin va nefritdek tovlanib turadigan kelishgan olim deb atagan. Choson qiroli Munjong. Tarixiy kitoblarda yozilishicha, Xitoy elchilari Munjongni ko'rib, Chosonning tog'u daryolari shu qadar go'zal ekanki, shunday go'zal shahzoda tug'ilibdi deb atashgan. Beshinchisi, Chosonning buyuk hukmdorlaridan biri Chongjo. Tarixiy kitoblarda yozilishicha, uning bobosi qirol Yongjo uni ko'rib, uning tug'ma qiyofasi nihoyatda a'lo, bu davlat uchun katta baxtdir deb atagan. Oltinchisi, Shilla davrining mashhur hukmdori Kim Chunchu. Tarixiy kitob Samguk Sagida uning yuzi oq nefritdek, xuddi osmoniy mavjudotga o'xshaydi deb yozilgan. Yettinchisi, Choson davrining buyuk olimi Chong Yangyong. Tarixiy bitiklarga ko'ra, hattoki qirol Chongjo u juda chiroyli qiyofaga ega deb yozilgan. Yuqorida aytib o'tilgan shaxslardan sizga eng ko'pi kim yoqdi? Kommentda yozib qoldiring.